Assalomu alaykum sizlar bilan dasturlash o'z bugungi videoda sizlar bilan qanday qilib Visual Studio'ni tortishni o'rganamiz. Avvalo Google Chrome'ga kirib olamiz. Google Chrome'ga Visual Studio kodi download yozamiz. Va bizda bir narsa chiqib turibdi va ichiga kiramiz. Va bizda shunday sayt kelib chiqadi. Bizdan so'raydi. Windowsga o'rnatilaylikmi yoki iPhone'larga yoki Android'larga deb so'raydi. Biz Windowsni bosamiz. Agar Windowsni bosmay iPhone'larga yoki Android'larga borsak, bizda kompyuter buzilishi yoki telefon versiya bo'lib qolishi ham mumkin. Va biz Windowsga bosamiz. Va bizda tortish boshlandi. Va fayl papkani bosamiz. Bizda mana chiqardi. Ya'ni shu holatda chiqaradi bizda. Buni avvalo ustiga bosamiz 2 marta, ya'ni bosib bo'lganimizdan so'ng bizda so'raydi, tortilaymi, tortilmaymi deb. Biz delete ni bosib u keyin oxirida sizlarda qaysi papkaga solish so'raydi. O'shani aytib qo'yasizlar. Hozir menda delete bosib bo'lmayapti, chunki menda hozir Visual Studio tortilgan. Albatta obuna bo'lib, like bosishni unutmanglar. Keyingi qism 10 ta like dan keyin chiqadi. Hammaga omad, sizlar bilan dasturlash o'z bo'ldi.